Meni yoshimdagi ayollar kabi meni ham ba'zan qon bosimim oshib turadi. Shunda qancha sezdirmaslikka harakat qilsam ham baribir farzandlarim bunga e'tibor beradilar. Bir kuni shunday holatda farzandlarim menga aytishdi: "Ayajon, onajonim, sizni borligingiz biz uchun baxt. Nimani tashvishini qilyapsiz? Nimani o'ylayapsiz? Nimaga ulgurmayapsiz? Nima ishingiz bor o'zi? Ayting, biz qilib beraylik. Sizni odamlarni hozir hech qanaqa tashvish qiladigan vaqtinglar emas. Hammasini sizlar qilib bo'ldinglar, bizani boyaga yetqizdinglar, uyli joyli qildinglar. Endi faqat maza qilib yashaydigan davringlar keldi onajon" deyishdi. Iltimos, go'zal, sog'lom, chiroyli bo'lib yashab bering faqat deyishdi. Azizim, keling, farzandlarimiz baxti uchun sog'lomgina, xursandgina bo'lib yashab beraylik. Maylimi?